Dada, yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Yuzni ko'ring 80-90ni. Tangrimga ming bor aytaman shukr. Farzandiman, yaxshi insonni. Boshimdagi davlatim otajonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dildagi eng samimiy tilaklarni farzandingizdan qabul qilgaysiz. Otajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Maftuna sizni yaqiningizni tabriklab beradi, xursandchiligingizga sherik bo'ladi. Allo, assalomu alaykum. Po'latov To'yg'unjon ota, siz bo'lasizmi? Minnatdormiz. Otajon, ayni damda biz sizga jonli qo'ng'iroq teleradio loyihasidan to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Maftuna bo'laman. Avvalambor bugungi tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat. Minnatdormiz. Tashakkur. Hamisharda mehribon oilangiz, farzand va ne'matlar baxtiga sog' va salomat bo'lib yuring. Mana shunday shukrona kuningizdagi shodon damlaringiz davomiy bo'lsin. Yoshingizga yosh qo'shilib, umringiz ziyoda bo'lsin. Otajon, biz sizga ayni damda, ya'ni bugun erta tongdan sizga atalgan chiroyli maktublar yetib kelibdi. Otajon, bu tabriklarni sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi farzandlaringiz, o'g'illaringiz nomidan kichkina keliningiz Rozana bizga murojaat qilib, bugun otajonimizning, dadajonimizning tavallud topgan kunlari. Dildagi eng chiroyli, samimiy tilaklarni yo'llamoqchimiz deya o'g'lingiz va keliningiz siz tomonga chiroyli maktublarni yo'llabdilar otajon. Minnatdormiz. Umringiz ziyoda bo'lsin otajon. Otajon, agar ozgina ijozat bersangiz, 2 daqiqa vaqt ajratsangiz, men mana shu chiroyli maktublarni sizga o'qib berishni niyat qilgan edim. Maylimi otajon? Minnatdormiz. Assalomu alaykum bizning suyangan tog'imiz, duogo'yimiz, qalbimiz qo'ri, oilamiz posboni, xonadonimiz qo'rg'oni bo'lgan aziz dadajonimiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohimdan sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, ketmas davlat, baxt va omad so'raymiz. Davlatimiz, otajonimiz inshaalloh uzoq yillar baxtli yashab, farzandlar, nevaralar rohatini ko'rib yuring. Qadrli otajon, siz dunyodagi eng yaxshi insonsiz. Allohim bizga bergan buyuk davlatimizsiz. Siz bilan uyimiz nurga to'ladi, siz bilan ko'nglimiz xotirjam. Sizdek yaxshi insonning farzandlari ekanligimizdan faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Bilasizmi otajon, siz juda ham yaxshi insonsiz. Sizni juda ham ardoqlaymiz. Siz bizning boyligimiz, baxtimiz, taxtimizsiz. Inshaalloh biz farzandlar qanotlari ostida Allohimning baytini chiroyli tarzda ibodatlar qilmoqlikni, ob zamzam suvlaridan to'yib totishlikni Allohim nasib va rozi aylasin. Doimo ko'nglimizga qaragansiz. Ba'zida erkaliklar qilib, qalb gavharingizga ozorlar bergan bo'lsak, bugun Alloh uchun sizdan uzr so'rab qolamiz. Axir sizdek mehribon, qalbi toza ota dunyoda bo'lmasa kerak. Har doim quvonchimizni ko'rish uchun harakatda bo'ldingiz. Har narsaga tayyor bo'ldingiz otajonim. Boringizga ming bora shukrlar bo'lsin. Hech qachon qattiq gapirmadingiz. Ayb ish qilib qo'ysakda bizni chiroyli tarzda to'g'ri yo'lga boshladingiz. Allohga shukr otajonim, hech kimdan kam qilmay katta qildingiz. Barcha xohishlarimizni qo'ldan